Prezidentimiz selektorlarda o'tkazilgan va Sayxunobod tajribasi asosida aholi tomorqasidan samarali foydalanish va yuqori daromad olish maqsadida bir qator topshiriqlar berilgan va bu topshiriqlarni ijrosini ta'minlash maqsadida Biznes rivojlantirish banki hamkorligida Buxoro viloyati Kogon tumani Siyospoyon MFga qarashli 1175, 1176 va 1178 sonli konturlar tanlab olindi. Bu yer maydoni 12 gektarni tashkil etadi. Yer maydoni 2024-yilda auksion orqali yoshlarga taqsimlab berilgan va har bir yosh taxminan 35-36 sotix yer maydonini egalik qilmoqda. Yer maydoniga egalik qilmoqda. Xo'sh, bu yoshlarga biz agregator biriktirib qo'ydik va kooperativ asosida ular birga ishlab kelmoqda. Agregator har hafta mobaynida kelib yoshlarga yerdan qanday foydalanish kerakligi haqida tushunchalar bermoqda va seminarlar o'tkazilmoqda. Hozirgi kunda lavlagi mahsulotimiz 12 gektar yerga to'liq ekilgan va zamonaviy usullar bilan parvarish qilib kelinmoqda. Xo'sh, kelajakda biz har bir gektar yerdan 20-25 tonna lavlagi mahsulotini olishni rejalashtirib qo'yganmiz va kelgusi yillarda bir kontur bir mahsulot loyihasi uchun yana qo'shimcha 10 gektar yer maydonini olib, boshqa polis ekinlarini ekib, aholi daromadini yanada oshirish niyatidamiz. Maqsad nafaqat o'zimiz, balki butun jamiyat uchun foydali bo'lish